Avval go'shtni yapılaqlab nippiz to'g'rab olamiz. Go'shtni tamlantirish uchun tuz, kavucin uni, ahmush, qunaq kraxmaldan bir qo'shq atrofi silvitimiz, azroq jangyol suv qo'yib tekshir aralashtirib 10 minut atrofida tamlantirib olamiz. Buning ketalik salami ko'rib turganinglardek oz saza, so'ng piyoz, samsaq, zanjibilni videoda ko'rsatgandek ushoq to'g'rab olamiz. Ko'k qizil lazam, pomidorlarni videoda ko'rsatgandek sal cho'ngroq qilib to'g'rab olamiz. Yaxshi ko'rishinglar qatta chingsa yoki basaylardan azroq silvasanlar texmi yeyishlik bo'ldi. Endi buni o'zinglarning yoqtirishi qatta pideyman qilib bisib sevasanglar bo'ldi yoki lag'man cho'p qilib salsanglar bo'ldi. Cho'p pishgandan keyin sovuq suvda bir chaq qo'yamiz. May qizgandan keyin go'shtni silib sarg'aytib bakra qo'rib olamiz. Undan keyin piyoz, zanjibil silib qo'raymiz, araliqda azroq tuz silib etamiz. Bularni yaxshi bir qo'rib etgandan keyin pomidorni silib qo'raymiz. Qizartish uchun uyimiz chanvagan lazımmi bir qo'shq atrofi silvasanglar rangi intayin chiroyli chiqdi. Undan keyin cho'ng istamning yangidan chiqqan bavcha so'miyan tetitqisdan bir qo'shq silib etadigan bo'lsak rangi ta'mi ajoyib bekpayz o'xshaydi jimo. Cho'ng istamning cho'ngligi bor qinslan bir ishlatib sinab yiqinglar, ta'mi kep ketmaydi. Undan keyin chingsa yip lazımmi azroq silvatdim. Undan keyin mo'rimi saldim. Ko'k qizil laza samsaqlarni silib bir ishga qo'rib etgandan keyin qiziq qaynoq suv qo'ysanglar bo'ldi yoki oshning suyini qo'yib lam tuz ta'min tetib, undan keyin tayyor qilgan cho'pni silib azroq jangu berib etdim. Bularni bir yaxshi bir qo'rib etgandan keyin suyning shirinlik chiqish uchun kraxmal suydan azroq qo'yib ikkarlashtirib lam taqsiq asaqli bo'ldi. Qaranglar o'xshab ketganiga. Biz degan topamay qolmaslik uchun yurak berib saqlab oling. Mayli mehmonning oldiga chiqing yoki uydagilar bilan jam